Men qaynonam bilan yashayman qizlar. Mana. Men qaynonam bilan bitta xonadonda yashayman va men baxtliman bundan. Men qaynonam bilan shunaqa munosabat qura oldimki, shu ayol bilan shunaqa til topisha oldimki, hozir ko'rin, men shu yerda o'tirib sizga dars o'tyapman. Qaynonam esa uyda ovqat qilyaptilar, bolalarimning qornini to'yg'izayaptilar. Biz shunaqa ona va bola singari bo'lib ketdik. Qila oldim men shu narsani, lekin oson bo'lgani yo'q. Boshidan qaynonam shunaqa, men o'zim ovqat qilaman, siz hech narsa qilmang, kelin, boring ishlang deganlari yo'q. Boshidan qiyinchilik bo'ldi, tushunmovchilik bo'lgan, eplolmaydi, qilolmaydi degan narsalar bo'lgan bular. Lekin agar men shu gaplarni hozir ushlab, voy, qaynonam shunaqa degan menga, hech qachon kechirmayman, qaynonam mana bunday gapirgan deb yashasam agar, men demak hamma narsani yutqizaman. Men yutqizaman, qaynonam emas, men yutqizaman. Hamma narsaga o'zingizning pozitsiyangizdan qarang. Agar men qaynonamga nisbatan munosabatim xunuk bo'lsa, men yutqizaman. Yutqizuvchi menman. Men agar qaynonamni yaxshi ko'rsam, sevsam, shu ayolga onamday qarasam, onamday u kishiga munosabatda bo'lsam, agar yutaman. Mening yutug'im bo'ladi. Va men bir narsani bilaman, qachonki ichki mehr bilan, shartsizlik orqali qancha shu ayolga qilganim sari